Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, hurmatli tomorqa egalari. Navbatdagi bog' zarar kunandaligiga qarshi kurash choralari bo'yicha berayotgan video suhbatimizda bugun shaftolining binafsha rang qalqondor zarar kunandasiga qarshi kurash choralari haqida sizga ma'lumotlar beramiz. Qalqondorni so'ruvchi zarar kunandaning binafsha rang qalqondor deb ataluvchisi bog'ingizga agar mabodo zarar berib qolsa, sizga quyidagi kimyoviy kurash choralarini tavsiya qilamiz. Priproxifen komponentli Admiral preparatidan 0,5 kg gektariga yoki gektariga shuncha litr miqdorda o'simlikning o'suv davrida yig'im terimga 30 kun qolganda purkaladi. Shuningdek, imidokloprid komponentli Confidor, Coginor, Pilarkin preparatlaridan ham birinchi ishlov bahorda daydi lichinkalar paydo bo'la boshlaganda gektariga 0,15-0,25 kg yoki shuncha litrdan gektariga yig'im terim 30 kun qolguncha sepish tavsiya qilinadi. Aziz bog'bonlar, sizga tavsiya qilayotgan preparatlar balkim eskirgan bo'lishi yoki ishlab chiqarishdan olib tashlangan bo'lishi mumkin. U holda bu preparatlarning o'rnini bosadigan boshqa preparatlardan foydalanishingiz mumkin. Agarda siz zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurashni choralarini tizimli ravishda olib borsangiz, bog'ingizda sifatli mo'l hosil olishingiz mumkin. Bog' eking, yaxshidan bog' qolur.